Hurmatli obunachilar, 3 kun oldin bemorimizga pastki jag osteosintezi operatsiyasi o'tkazilgan edi. Mana shu operatsiyani MCKT tahlillarini sizlar bilan ulashmoqchiman. Operatsiyadan oldingi MCKT tekshiruvini ko'rib turibsiz. Ko'rishingiz mumkin. Pastki jag'ni bo'g'im o'sig'i sinib hamda o'z joyidan siljiganligi, bo'g'im chuqurchasidan chiqqanligi aniqlanadi. Bu esa operatsiyadan keyingi MCKT tekshiruvi. Ko'rishingiz mumkin. Pastki jag'imiz va bo'g'im o'sig'i. Bo'g'im o'sig'ini mini plastina hamda mikroventlar yordamida fiksatsiya qilingan. Bo'g'im o'sig'i o'z holida, o'z o'rnida turibdi. Birikisi ham yaxshi holatda. Assalomu alaykum, hamyurtlar. Mana bugun kelganimga 3-4 kun boshlandi. 3 kundan beri mana shu klinikada jag'im singan holatda kelgandim. Mana operatsiya qilishib, joyiga qo'yishib, tiklab berishdi. Akbarjon aka, mana Ahmadjon, Boburjonlar hamkorlikda birgalashib operatsiya o'tkazishdi. Operatsiya natijalari yaxshi chiqdi. Allohga shukrona qilaman. Hammasi joyida, og'riqsiz, boshqasiz. Mana o'zimga kelib, mana bugun betlarga mana soat 12 ga yaqinlashyapti. Allohga shukrona qilaman va vrachlarimizga katta rahmatlar aytaman va kim mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, kelib bulardan davolanishni tavsiya qilaman. Kattadan katta rahmat, ishlariga rivoj tilayman.